ularda ko'proq tasavvurga kiradi. Lekin zo'r chiqqan, birinchi anaqasiga zo'r. Iloji boricha zamonaviy induksion счетчик va zamonaviy o'lchov asboblarni 1 metr voltmetlar показаниялар ko'rsatib turibdi. Mana 213 volt. Tak, mana shuni qo'ysak, iste'molchilar soni ko'paysa, tok kuchi ham demak bo'ladi. Lekin o'quvchilarga birinchi o'rinda обязательно birinchi bo'lib xavfsizlik bo'yicha tushuncha berib o'tib ketib, undan keyin bunga kirib ketishingiz kerak. Va ana nimani ko'rsatayotganda, cho'pni ko'rsatayotganda o'rtada temir joyini ushlamasligingiz kerak. To'g'rimi? Chunki sizlar bilmaysiz. Bir joy ochilib qolgan bo'lsa-chi, o'zingiz ko'rmagan holatingizda ochilib, bunga tok ko'targan bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingiz ham tok urish kerak emas. Mana ikkita tomon anaqa bo'lib turibdi, tok o'tkazilgan plastmassa va o'sha joyda ushlangan holda hamma joyini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zini ham xavfsizligi, o'quvchilarni ushlab qo'li bilan kelib ishlashiga yo'l qo'yishingiz kerak emas. Bo'ladi. Tokda turgan paytda. Mana hammadan misol uchun bo'lsa zo'r bo'ladi. Avvalo bir tabrik nima zo'r chiqqan. Endi davlat o'zir anaqa